Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi o'tiladigan mavzuyimiz flotatsiya jarayoni, flotatsiya jarayon turlari, bosqichlari bo'yicha gaplashamiz. Flotatsiya foydali komponentlarni o'sha suvda ho'llanish, ho'llanmaslik xossasiga asosan boyitib oladigan usul hisoblanadi. Flotatsiya boyitish usuli ikkiga bo'linadi asosan. Kollektiv flotatsiya, selektiv flotatsiya. Kollektiv flotatsiya bu o'sha kelayotgan yanchilgan ruda tarkibida 2 yoki undan oshiq foydali komponent bo'lsa, flotatsiya jarayon natijasi o'sha barcha 2 yoki undan ortiq foydali komponentni boyitma tarkibiga ajratib olsa, flotatsiya jarayoni. Bu kollektiv flotatsiya deyiladi, ya'ni kollektiv ravishda boyitadi. Selektiv flotatsiyada o'sha foydali komponent rudan tarkibida foydali komponent 2-3 ta bo'lib, buni tarkibidan faqat tanlab bitta metallni boyitmaga o'tkazish jarayoni selektiv flotatsiya deyiladi. Mana bu chizgan sxemam flotatsiya jarayonining umumiy sxemasi, ya'ni yanchilish jarayonidan o'tgan mahsulot flotatsiya jarayoniga keladi. Flotatsiya jarayoni 3 bosqichdan iborat. Asosiy flotatsiya, nazorat flotatsiya, tozalash flotatsiyasi. Asosiy flotatsiya bu yanchish jarayonidan kelayotgan o'sha yanchilgan mahsulot tarkibida imkon qadar ko'proq foydali komponentni ajratib olish maqsadida dastlabki flotatsiya jarayoni asosiy flotatsiya deyiladi. Ya'ni kelayotgan yanchilgan mahsulot tarkibida foydali komponent asosiy qismini ajratib boyitma tarkibiga o'tkazadi. Asosiy flotatsiyani bosqichlari 1 bosqichli, 2 bosqichli, 3 bosqichli turli bosqichlarga, sonlarga bo'linishi mumkin. Ya'ni birinchi asosiy flotatsiya, ikkinchi asosiy flotatsiya, uchinchi asosiy flotatsiya bu boyitish sxemasini tanlaganda qo'llaniladi. Asosiy flotatsiyadan chiqqan kamerniy mahsulot, ya'ni kamerasida qolgan mahsulot asosiy flotatsiya xvosti deyiladi. Uni tarkibida foydali komponent miqdori ko'p bo'lganligi uchun undan keyingi bosqich nazorat flotatsiyasi davom etadi. Ya'ni asosiy flotatsiyadan chiqqan xvostni tarkibidan foydali komponentni chiqindiga chiqmasligini oldini olish uchun nazorat flotatsiyasi o'tkaziladi. Nazorat flotatsiyasining asosiy maqsadi o'sha xvost, ya'ni chiqindi tarkibidan foydali komponentni imkon qadar ko'proq ajratib olish. Ya'ni nazorat flotatsiyani asosiy ko'rsatkichi, ajratib olish ko'rsatkichini belgilab beradi. Agar nazorat flotatsiyasida foydali komponentlarni ko'p qismi ajratib olmasa, o'sha nazorat flotatsiyadan chiqqan kamerniy mahsulot, kamerniy produkt xvost deyilib, bu atvalga qarab ketadi. O'sha chiqindi tarkibida foydali komponent ketadi. Shuning uchun nazorat flotatsiyasi chiqindini boyitishni oldini oladi. Asosiy flotatsiyadan olingan boyitma qisman boyroq komponentdan tashkil topgan bo'ladi, lekin uni keyingi bosqichda qayta ishlashga yetmaganligi uchun uni tozalash flotatsiyasidan o'tkazamiz. Tozalash flotatsiyasi ham 1 bosqichli, 2 bosqichli, 3 bosqichli, 5, 6, 7 bosqich, ya'ni flotatsiya jarayoniga qarab tanlanadi. Tozalash flotatsiyasining maqsadi boyitmani sifatini yaxshilash. Masalan, asosiy flotatsiyaga 10% foydali komponent bor konsentrat boyitma kelgan bo'lsa, tozalash flotatsiyasidan keyin bu 18% ga ko'tariladi, 20% ga ko'tariladi texnologiyaga qarab. Bu tozalash flotatsiyasi. Tozalash flotatsiyasi bu flotatsiya jarayonining oxirgi o'sha boyitmasini sifatiga javob beradigan flotatsiya bosqichi hisoblanadi. Kommentariyada tinglovchilar tomonidan savol bo'lganda, molibden flotatsiyasi bo'yicha, molibdenda qo'llaniladigan reagentlar bo'yicha ma'lumot bering degan savol bo'lgan edi. Xuddi shu sxemani biz molibdenni boyitish jarayonini sxemasi deb oladigan bo'lsak, molibden asosan mis minerallar bilan birgalikda ishlaydi. O'sha O'zbekistondagi konlarda mis molibden tarkibli rudalar mavjud. O'shaning uchun dastlab kollektiv flotatsiya olib boriladi. Sababi o'sha rudani tarkibidagi mis hamda molibdenlarni ajratib olish uchun asosiy flotatsiyada kollektiv flotatsiya olib boriladi. Barcha foydali komponentlar boyitma tarkibiga o'tkaziladi. Boyitmaga o'tkazish uchun biz turli reagentlardan foydalanamiz. Ya'ni kollektiv flotatsiyada masalan sabiratel va ksantaginat, ko'p hosil qiluvchi Ta66, Ta92, ko'p hosil qiluvchi, muhitni sozlovchi sifatida esa ohak,
molibden uchun veritioniy maslar, turli reagentlar yordamida kollektiv boyitma olinadi, uni sifati yaxshilanadi. Kollektiv boyitma tarkibida mis hamda molibden mavjud. Bu mis hamda molibdenni keyingi eritish jarayoniga berish to'g'ri kelmaydi. Sababi molibden yuqori temperaturada eruvchan metal, redki metal hisoblanadi. Mis og'ir rangli metal. Ikkalasini ajratib olish texnologiyasi bir-biriga to'g'ri kelmaganligi uchun uni biz ikkiga ajratamiz. Ya'ni tozalash flotatsiyasidan chiqqan mahsulotni biz selektiv flotatsiyaga yuboramiz. Ya'ni kollektiv mahsulotni boyitmasini selektiv flotatsiyaga yuboramiz. Selektiv flotatsiyaga yuborishdan oldin bu kollektiv konsentratni tarkibidagi turli reagentlar mavjud, asosiy flotatsiyada qo'shilgan. U reagentlar selektiv flotatsiyaga o'z salbiy ta'sirini o'tkazganligi uchun biz turli kimyoviy moddalar yoki temperatura natijasida bu reagentlarni neytrallaymiz, parchalaymiz hamda selektiv flotatsiyaga yuboramiz. Selektiv flotatsiyada molibdenni ajratib olib, misni kamerniy produktni, ya'ni xvostga chiqarib ajratishimiz mumkin yoki misni olib molibdenni kamerniy produktga chiqarib olishimiz mumkin. Lekin molibdenni sodерженияsi juda kichik bo'lganligi uchun uni chiqindiga tushirib boyitish jarayoni qiyin kechadi. O'shaning uchun dastlab biz misni cho'ktirib molibdenni boyitmaga o'tkazib olamiz. Molibdenni ruda tarkibidagi miqdori 0 juda kichik sonlarda misga nisbatan solishtirganda, lekin molibdeniy konsentratlar 25% dan 45-50% gacha bo'ladi. Ya'ni konsentrat deyilmaydi, yarim tayyor mahsulot holatigacha keltiriladi. O'shaning uchun tozalash flotatsiyasi 7 ta bosqichgacha olib borsa, o'sha yuqori sifatli boyitma beradi. Kollektiv konsentrat tarkibidagi molibdendan boshqa minerallarni cho'ktirish uchun natriy gidrosulfid, natriy sulfid, ammoniy sulfid kabi bir qancha reagentlarni qo'shsak, depressor sifatida ularni cho'ktiradi. Veritioniy maslar yoki molibdenni boshqa yig'uvchi sabirator reagentlarni qo'shsak, molibden ajratib olinadi. Hamda selektiv flotatsiyada muhitni ishqoriyligi nazorat ostida olib borilsa, ya'ni ishqoriylik 7-8, 9 pH ko'rsatkichigacha olib borilsa, selektiv flotatsiya yaxshi kechadi. Ya'ni molibdenni ajratib olib, flotatsiya kameradan qolgan kamerniy produkt xvost, o'sha medniy konsentrat deyiladi, chiqindi deyilmaydi. Boyitma molibdeniy konsentrat agar protsenti yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'sha yarim tayyor mahsulot deyiladi. Produkt o'sha 45-50% bo'lsa, bu molibdenni umumiy anaqa selektiv flotatsiya usulida boyitishga qisqacha ta'rif berdim. Molibden bo'yicha Mongoliyada boshqacha texnologiyadan foydalanadi. Misni ajratib olib, molibdenni cho'ktiradi. Ularda o'sha sodержениядagi nisbat O'zbekistondagi rudaga nisbatan farq qilganligi uchun. Flotatsiya bo'yicha bugungi mavzumiz qisqacha shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsimiz qaysi mavzuda bo'lishi qiziq bo'lsa, yozib yuborasizlar. O'sha yozgan savollaringiz bo'yicha keyingi darsda davom etamiz.